Assalomu alaykum hammaga. Bizda yangi devor mebel. Xo'p, ro'paradagi ikkita joyi shkaf bo'ladi, arzon variantda. Ikkita shkaf bo'ladi. Yonida servant bo'ladi. O'rtadagi joyimizda tyurmo bo'ladi. Ba'di bu tarafda yana servant bo'ladi. Xo'p, bu joyimiz Andijon viloyati Baliqchi tumanida biz Chinobodga kelganmiz. Sekin ko'rsatib boramiz. Yo'limiz tayyor bo'ldi. Ro'parada arzon variantda ikkita shkaf, yonida bitta servanti. Xo'p. Shkafimiz ikkalasi bir xil. Ichi o'sha 3 tadan polkasi bor bir tarafida, bir tarafi garderob bo'lgan. Arzon variantda. Xo'p, servantimiz 120 sm. O'rtada tyurmo tayyorladik. 80 sm ga tayyorladik buni. Ba'da yana 125 sm yana bitta servant. Bu eshikdan ro'parada kirishdi. Shu 3 ta tokcha bor edi, 3 ta tokchani ikkitasini servant, bittasini tyurmo qilib mashg'ulotda tayyorladik. Baliqchida, Chinobodda biz. Mana shunday holatda 10 million 500 ming so'mga tayyor bo'ldi. Qanaqa chiqibdi? Fikr mulohazalar kommentariyga kutib qolamiz.